Yarim kitemlik qiz pisaniki yetish usuli bilan tanishib chiqamiz. Oldin ayrim bir qachimizga 200 ml limon suvini quyib olgandan keyin 3 gram eshit qizilib tekshir aralashtirib tayyor qilib olamiz. Andan keyin buningga bolqonni ishlatamiz. Bolqondan 350 gram bolqonni ilgakdan o'tkazib tasqab turib silib olamiz. Buningga yana 3 gram tuz solamiz. Silib xamir yo'g'rashni boshlasak bo'ladi. Navada tatlarga hech yaxshi ko'rsanlar shekardan bir qo'shib silib olsanglar bo'ladi. Shu holatda xamirimizni bo'sh xamir bo'ladi. Xamirimizni yo'g'irib tayyor qilib bo'lgandan keyin endi biz buni ustidan plastrda o'rtib o'zidan ichga yo'g'angandek holatda ko'pirib tayyor qilib olamiz. Xamirimiz ko'pish bo'lganlikda endi buniki qiyamini tayyor qilib olamiz. Ayrim bir qachimizga 4 qo'shiq sho'xliq yami. Tuzni bir chimdim solamiz. Undan keyin pisalar ishlatadigan tetisqo'dan mishaqal nurjadagan tetisqo'dan mishnadan azraqlam. Kichik qo'shiq bir qo'shiq, amki zerdan bir qo'shiq, suvdan 2 tamoq qo'shib qo'yib, tekshir aralashtirib qiyamini tayyor qilib olamiz. Endi bo'lsam shu pisalar ishlatadigan pishloq, buni mishna uzunchoq shaklda to'g'ri tayyor qilib olamiz. Yana bir qismini bo'lsa, mish qirg'ichdan o'tkazib, shu qalincha holatda buni tayyor qilib olamiz. Buniki tayyormi va tayyorni ishlasanglar bo'ladi, yoki bo'lmasa sog'lom qirg'ich qilib ishlasanglar bo'ladi. Endi bo'lsa, shu qiz ishlatamiz buningga. O'zingizga yoqtirgan har xil qizlarni ishlasanglar bo'ladi. Shu jumla holatda buni biz to'g'ri tayyor qilib olamiz. Endi bo'lsa, xamirimiz ko'payib tayyor bo'lib bo'ldi. Tayyor bo'lib bo'lgan xamirimizni embal ustiga qo'g'on sepib turib, ilib olamiz. Bo'lgandan keyin bu xamirimiz bir xil yumshoq ham chapchang xamir bo'lganlik uchun buni avaylab turib shu qo'g'on bilan avaylab turib bir quruq ishlab tayyor qilib olgandan keyin ana buni tepmadan ikki parchaga bo'lib olamiz. Ikki parchaga bo'lib shu jumla holatda zo'l qilib tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib olgan bu xamirimizni endi plastrda o'rayotganiga yoki ustiga bir narsani yuvib qo'yib turib 5-10 minut tindirib o'tamiz. 15 minut atrofida tindirsak bo'ladi. Tinib bo'lgan xamirimizni keyin avaylab ilib, embal ustida qo'g'on sepib turib yoyamiz. Yoygan vaqtimizda shu qilpimizningki cho'nchiligiga asosan yoyamiz jumla holatda. Bu ishlatgan qilpimiz bo'lsa diametri 30 cm jumla qilib. Bo'lsa qulaylik bo'lsin uchun may qog'ozni ustiga yoysanglar, nayt qulaylam jillisqa o'rnatib bo'ladi. Shu holatda xamirimizni qo'yib olgan yozi tekshir holatda yeyib, lisning ichiga, cho'risiga bu yerdan kesib olgan pishloqni, ya'ni erimchik. Shuni tugib chiqamiz. Jumlaqni tekshir holatda sifatli tugib chiqamiz. Hamisha tugib tayyor qilib olgandan keyin endi biz shu dal o'ttirsini ar qo'shib bilan sanjib iz chiqarib olamiz. Mana bu ko'payib ketishini oldini oladi bu. Anki bu yerdan tayyor qilib olgan shu sho'xliq yamarlashmasi bor. Shu aralashmani bir qurib berib olamiz. Berib olgan yo'zdan keyin qirib olgan pishloqimizni chachimiz, cho'risiga yerga. Chachib tayyor qilib olgandan keyin qizni qo'yib bilan oldin qizargan to'g'ri qilib 220 gradusda 15 minut pishirib olsak bo'ladi. Bu pizza night, tender night yechiq chiqadi. Bunu tezlab bir darsimiz pishadi tamam.